Assalomu alaykum qadrli o'tmish kanali obunachilari. Bugun biz tarixni o'rganar ekanmiz, ko'p nomlarni eshitamiz. Qabila, podshohlik, xonlik, saltanat va hokazo. Lekin ularning barchasi bir xilmi yoki har biri o'ziga xos hukmronlik tizimi? Keling, bugun bu chalkashliklarga oydinlik kiritamiz va davlatning eng kichik shaklidan eng kattasigacha sayohat qilamiz. Har narsa oddiydan boshlanadi. Tarixda ham o'zi shunday. Eng dastlabki odamlar qabila bo'lib yashagan. Bu bir ota-onadan tarqalgan qon-qardosh va guruh odamlar. Bu yerda hech qanaqa qonun kitobi, rasmiy boshqaruvchisi bo'lmagan. Faqat eng kuchli yoki eng dono kishi oqsoqol hammaga yo'l ko'rsatgan. Hamma yoqda oila a'zolari, urf-odatlari belgilangan. Keyinchalik qabilalar ko'payib, ularning soni ortib borganda oddiygina yashash qiyinlashgan. Shunda ular birlashib davlat yangi shaklini yaratishgan. Davlat bu aniq hududi, chegaralar, o'z qonunlari va boshqaruv tizimiga ega bo'lgan jamiyat. Agar shu davlatni bitta podshoh yoki shoh boshqarsa, biz uni podshohlik deymiz. Podshohning kuchi ko'proq uning shaxsiy idorasi, nasabi va uning sodiq odamlariga bog'liq bo'lgan. Masalan, qadimgi Misr podshohligi yoki Rim davlatining boshlang'ich davrlari. Endi esa eng kattasi saltanat. Agar bir davlat o'z hududini kengaytirib, boshqa xalqlarni va boshqa hududlarni ham o'ziga bo'ysundirib, ulkan bir imperiyaga aylansa, biz uni saltanat deb ataymiz. Saltanat bu ko'p millat, ko'p madaniyat va ko'p xalqni o'z ichiga olgan ulkan davlat tuzilmasi. Bunday tuzilmalarda odatda markaziy hokimiyat juda kuchli bo'ladi. Masalan, Chingizxon tuzgan ulkan saltanat yoki Buyuk Britaniya imperiyasi. Ular millionlab kilometr kvadrat hududni va yuzlab millatni boshqargan. Endi biz o'lkamizga aloqali bo'lgan boshqa to'ylarga to'xtalamiz. Biz ko'p eshitadigan xonlik va amirlik, ularning farqi aslida juda katta emas. Xonlik odatda Chingizxon avlodidan chiqqan xon unvoni bilan boshqarilgan. Amirlikni esa amir degan unvonli hukmdor boshqargan. Ikkovi ham o'z hududida hokimiyatga qo'lda tutgan. Lekin saltanat kabi dunyo zabt etish darajasida emas, balki o'z hududida hokimlik qilgan desak bo'ladi. Masalan, Buxoro amirligi yoki Qo'ron xonligi bizning tarixda aynan shu nomlar bilan yashab qolgan. Endi esa knyazlik. Knyazlik bu asosan Sharqiy Yevropa, ayniqsa qadimiy Rus va unga yaqin hududlarda uchraydigan boshqarish shakli. Bu o'ziga xos kichik davlat ko'pincha bitta katta shaharni va unga yaqin hududlarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Ular yirik saltanatga qaraganda ancha kichik bo'lgan. Masalan, qadimiy Novgorod knyazligi. Ko'rib turganingizdek, nomlar har xil bo'lsa-da, har bir boshqaruv shaklining o'z o'rni, o'z tarixi bor. Biz ularda o'rganamiz, xatolarni ko'ramiz va bugungi kunni tushunamiz. Tarix bu faqat o'tmish emas, u kelajakning kaliti. Sizningcha qaysi boshqaruv shakli yaxshi? Izohlarga yozib qoldiring. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va o'tmish kanaliga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha